2015 yılı 1 fevral yakshanba kuni Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatida jam bo'lgan Uyg'urlar har oyda bir qatimdan davom qilib kelayotgan oylik suhbat faoliyati. Yilda bir qatim o'tkazilayotgan yillik xizmatlardan doklad berish faoliyati. Futbol havaskorlarining do'stlik musobaqasida utib chiqqan guruhni mukofotlash yuzasidan ta'sis qilingan lo'nqa taqdim qilish faoliyati 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini eslash faoliyati qatorliq mo'l mazmunliq bir faoliyat o'tkazdi. Shu yer vaqti tushdan keyin soat 2 dan 5 ga qadar davom qilgan mazkur faoliyatni Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati uyushtirdi. Faoliyatga jamiyatning muavin mas'uli Obul Qosim Abdul Aziz apandi riyosatchilik qildi. Faoliyat Qur'on Karim tilovati bilan boshlandi. Oylik suhbat faoliyati munosabati bilan mazkur jamiyatning ta'lim-tarbiya mas'uli Abdurahmon Qarajim Payg'ambar alayhisalomning hayoti nomli leksiyasini tamomladi. Mazkur leksiya 6 yildan beri oylik suhbat faoliyatida davom qilib kelgan bo'lib, bugun oxirlashdi. Jamoat Payg'ambar alayhisalomning hayotining eng oxirgi daqiqalarini ko'ngil qo'yib anglab bo'lgandan keyin durud aytdi va salom yo'lladi. Asr namozidan keyin g'izolangan jamoat mazkur jamiyatning mas'uli Isa Qarahajimning taqdim qilishida G'ulji shahidlarining qaysar ruhi yod etildi va jamiyatning yetakchiligida o'tgan 1 yil ichida elib berilgan umumiy faoliyatlarni qisqacha eslab o'tdi. Qur'onlaringdan boshqa narsalardan qo'rqib qolmayman. Gollandiyaninki dangliq ko'ngil ichish bag'chilaridan bo'lgan Obul Qosim apandi yillik kirim chiqim haqida ma'lumot berdi. Mazkur jamiyatning mas'ullaridan O'tkir apandining yetaklashida tashkillangan futbol havaskorlarining tunji qitimliq do'stlik musobaqasida utib chiqqan komandaga lo'nqa taqdim qilindi. Faoliyat oxirlashgandan keyin mazkur jamiyatning ish faoliyatlari haqida o'ylaganlarini bayon qilgan Husayn Tajalli apandi mundaq dedi. Namozimizni o'qidik, muңlashdik, muhabbatlashib bu to'plantini nihoyat yaxshi kayfiyatda tugatdik. Siz Gollandiyaga kelgan 6 yildan oshdi. Turli faoliyatlarda aktiv qatnashib kelyapsizlar. Bu jamiyat nisbatan qanday ko'z qarashdasiz? Hamda hammalarga ma'lum, chet elda ish qilmoq tez. Bularning bir jamiyatning qurilishi, tashkilotning qurilishi, uning bir qancha odamlarning mas'ul bo'lishi, uningdagi iqtisodiy kirim chiqimlarni hisoblashi va u yerda bir organ, jamoat, o'quvchi, ustozlarni bir yerga kelishi bekmo tasga to'xtaydigan bir ish ekan, chunki keynimizda bir bizni talab turadigan bir davlat bo'lmaganligi uchun, bir kuch, bir iqtisodiy manba bo'lmaganligi uchun hamda Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qurilgandan beri yani ijobiy xizmatlarni olib bordi. Ya'ni hozir 70-80 dan ortiq o'quvchisi bor. Hatta Uyg'ur o'quvchilardan olqib chet ellik Marokashlik o'quvchilar, Turkiyalik o'quvchilar, ya'ni turk o'quvchilar, bundan boshqa arab, iroqlik, suriyalik o'quvchilar bu yerda o'qiyotdi. Bu ma'rif masalasida nihoyat ilg'or shaklga kelib, hatto chet ellik boshqa davlatdagi insonlarning olqishiga erishdi ma'rif jamiyati. Endi Uyg'urlarning farzandlari o'qib hozir bir turkum Uyg'ur yoshlar bu yerda necha yildan beri yetishib chiqdi inshaalloh. Bir tayanch hozirlanish oldida. Undan boshqa kichik bolalarga Qur'on darsi, Uyg'ur tili darsi, tarix darsi berilib, bu yerda bir jiddiy bir tashkilotning ismi ma'rif jamiyati bo'lganligi uchun eng ko'z ko'ringan tarafi ma'rifni ching tutganligi, maktab, madrasa shakllantirdi. Nihoyat qiyinchiliklar ichida ma'lum bir g'alabalarni qo'lga keltirdi inshaalloh, oz odamlar bilan. Xulosalab aytganda, shaxsiyatim bilan bu jamiyatdan mamnun. Jamiyatdagi butun qarindoshlardan mamnun. Ularga Allohning rahmati bo'lsin, ajri bo'lsin deyman. Mazkur jamiyatning umumiy ishlar mas'uli Isa Qarajim jamiyatning o'tmishi va buguni haqida to'xtaldi. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati 2008-yil faoliyatini boshlagan bo'lib, 2010-yilning oxiriga kelgan vaqtida rasmiy ro'yxatdan o'tgan bir jamiyat. 2013-yilga kelgan vaqtida bu jamiyatni ijaraga olish iqtidoriga erishib xizmatlarni boshlagan bo'ldi. Ismidan ma'lum bo'lgandek Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati shuning uchun ko'ngil bo'lib
kelayotgan xizmatlarning hammasi ma'rif aqartish xizmatlari bo'lib, bu tahsil qilgan bilimlar Uyg'ur tilidan boshlab islomning asosiy bilimlari, tajvid bilimlari, hofizlik kursi, oylik suhbatlar degandek faoliyatlarni elib beryotdi. ilgirki qilingan xizmatlar bilan jamiyatning markazi hozirgi xizmat o'rni ijaraga ilingandan keyingi xizmatlarning orasida qanday farqlar mavjud? Albatta farq cho'ng. Bu yerda farqning cho'ng bo'lishi ilgirki xizmatlarimizda biz izchillikni ham ko'p har xilma-xil xizmatlarni qilolmagan edik. Jamiyatning markazini ijaraga olgandan keyin xilma-xil xizmatlarni qilishga boshladik. Ham izchil davomlashtirish fursatiga ega bo'ldik. Bu albatta birinchidan Allohninki bizga muyassar qilishi bilan, ikkinchidan mushu Gollandiya yashagan Uyg'ur xalqimizning moddiy va ma'naviy yordamining turtkisi bo'ldi deb qarayman. Hozir asos xizmatning og'irligini nimaga beryapsizlar? Hamda asosliq xizmatniki og'irligi ma'rif tarafiga berilgan og'irlik ko'p. Yana shuning bilan birga biz bu jamiyatni ijaraga elib bir necha yil mang'izgandan keyin biz bu yerni setib olish qarorini olgan edik. Inshaalloh oldimizda mush yaqin fursatda mushu yerni setib olish uchun bir kompaniya boshlatish oldida turyapmiz. Bu munosabat bilan butun vatandoshlarga deydiganimiz Uyg'ur millatininki davosiningki alg'i ilgarilishiga ham mushu rayonlarda Uyg'ur millatining o'z kimligini saqlab qilishga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qurilgandan beri Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarning diniy va milliy ta'lim tarbiyasi, urf odat qoida usullari, to'y to'kin va o'lim yetim ishlariga aloqador sohalarda jamoatga yetakchilik qilib kelmoqda.